Assalomu alaykum. Bugun bizlarning kinematika ishga o'tgan temamiz kinematika bo'limi, mexanika texnika uslublari. Bugun Innova kitobi deb aytib edik. Innova kitobini boshlaymiz. Birinchi temani endi bir-birini o'xshamay turgan har turli hisoblarni ko'rib chiqamiz. Saylab olamiz ishni. Innova kitobi mana Innova kitobi shunday qaraya, masalan, qizil belgisi bor. O'sha kitoblardan biz o'sha kitobni qo'lni joylashamiz. Demak, o'sha demak, birinchisi yeka. Endi yeka teoriya mexanik harakatning nechta va qanday turlari bor deydi. Mexanik harakatning nechta va qanday turlari bor. Lekin birinchisi ajvatli variantlardan ko'ramiz. 3 ta ilgarilama, aylanma, tebranma. Bunda 2 ta ilgarilama, aylanma, 4 ta ilgarilama, aylanma, tebranma va tekis deydi. Ilgarilama, aylanma, tebranma, notekis. 3 ta ilgarilama, aylanma, notekis. Endi mexanik harakatning haqiqiy 3 ta hareketi bo'ladi. Birinchisi ilgarilanma. Birinchisi ilgarilanma. Ikkinchisi aylanma, tebranma degan shu bo'ladi. Aylanma. Ilgarilanma, aylanma, tebranma bu 3 ga bo'linadi. Endi tekis harakatlarda misol uchun o'zida ilgarilama harakat juda yengil. Aylanma, tekis harakatlarni mumkin. Endi o'zi 3 ga bo'linadi. Keyingisi esa ikkinchisi, demak bunda birinchisining, ikkinchisining javobi A deb bilsangiz bo'ladi. Lekin uchinchisi 6. Tak sanoq sistema nimalar tashkil qiladi? Kecha temamizda aytilmay qolibdi. Sanoq sistemalari deganimizga yozib olsangiz bo'ladi. Birinchisi sanoq sistemalarimizda birinchi jism kerak. Bir moddiy nuqta yoki jism ham sol jismga baylangan koordinata sistemasi kerak bo'ladi. Koordinata sistemasi ham keyin vaqtda o'lchaydigan asbob. Demak, o'sha 3 zot sanoq sistemasi kerak. Misol, tak, chizdik, 6 edi. 6. Bir dena dedi. O'sha jism. O'sha ham baylangan deganimiz, o'sha koordinataning basi bo'ladi. O'sha dena turibdi, 0-nuqtada turibdi. O'shadan boya qarab, T bo'ladi bo'lsa, no S. O'sha koordinatadan boya qarab harakatlanyapti. Demak, bizlarga vaqt o'lchaydigan asbobimiz. Misol uchun, o'l yuribdi. Yurgan hisoblanish uchun belgili bir vaqt ketishi kerak. Demak, o'l sanoq sistemasi bo'lishi. Ham qanchalik yurgani uchun, demak, koordinata sistemasi. Balkim u X ko'chirda, balkim u Y ko'chirda yurishi mumkin, bilmaymiz. So'ning uchun bizlarga koordinata sistemasi ham vaqtni o'lchaydigan asbob kerak. Birinchisi dena 3 ga bo'linadi deb aytaman. Birinchisi dena, ikkinchisi o'sha denaga baylangan deb denaga baylangan. O'shaga baylangan koordinata sistemasi. To'rtinchisi vaqtni o'lchaydigan asbob. Demek, o'sha uchovi sanoq sistemasini biladi. Sanoq sistemasini biladi. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, uni yozib olsangiz. Keyin 10-chi davra aytadi. Mototsiklchi yo'lga chiqib, bir muddat o'tkazgach o'z o'rniga qaytib keldi. Shunda hisoblagishning ko'rsatkichi 300 kilometrga ortdi. Mototsiklchining yo'li va ko'sh moduli nimaga teng deydi. Demak, istaymiz. 10-chi hisobimizda yozdik mototsiklchi. Bir mototsikl endi so'ramiz. Hop. Borib qaytib kelgan deb atar. O'sha noqatdan. Nerimiz bizdan uchun A degan noqat bo'ladigan bo'lsa, borib qaytib kelgan. O'shunda mototsiklchining kilometr deydi, yurgan yo'lini beradi degan o'ylashimiz kerak. Mototsiklchining deydi, shunda hisoblagishning ko'rsatkichi 300 kilometrga ortdi deydi. Demak, u borib qaytuvini 300 kilometr sarflagan. Ya'ni ketgan. Demak, bunda yurgan yo'li necha bo'lib qoladi sonda bundan? 300 kilometr. Ko'shuvi esa ko'shuvi borib qaytdi deyapti. Demak, yo'l o'zining o'rniga kelgan bo'ladimi? Borib qaytib keldi. O'zining o'rniga kelgan bo'lsa, ko'shuvi nisbatan bo'ladi shunda.
koşu nölge teң. Demek kelген жолы 300 koşu nölge teң. Demek жауап 10-нчы hesapta. Endi qarang, moslashuvim borda, hisoblarda qarang. Kitobga qarasangiz, mototsiklning yo'li va ko'shining modeli nimaga teng deb aytadi. Birinchisi qaysi yozilgan bo'lsa, sol yozilishi kerak. Mototsiklning yo'li va ko'shi birinchi yo'li yozilishi kerak, yurgan yo'li 300 deb yozishimiz kerak, keyin 0 deb qo'yishimiz kerak. Demak, ko'shuv 0 ga teng. O'shunda javob izlaymiz. S degan javob bo'ladi. Tushundingizmi? Keyingisi 12. Tushundingmi? 12. Demek futbolchi maydon bo'ylab 40 metr sharqqa, so'ngra 10 metr shimolga, so'ngra 10 metr sharqqa, so'ngra 47,5 metr janubga harakatlanadi. Futbolchining ko'rishini toping. Demek bosing, 12. Endi bizlar bu hisob sistemasining tanavini 4 zotlarga qilib olamiz. Nima? Buni yoqda yozilgan sharq, sharq, g'arb bo'ladi. Nima? Shimol, janub deb olamiz. O'zini bilib olishimiz kerak, keyin hisobimizni boshlaymiz. Birinchisi, futbolchi maydon bo'ylab 40 metr sharqda. Boshlang'ich nuqatimizda ulkanlik qilib bo'yab olib, sonda sizlar qayerda boshlaganingizni unutib qolmaysizlar. Men misol uchun keyin qizilmen bo'yayman-da, qara uchirmayman, qara. Bo'lmasam harakatni davom ettiramiz. Birinchi, demek sharqqa 40, shundaymi? 40 metr sharqqa. 40 metr sharq. Endi dumiki deb o'ylayman, 40 metr. 40 kilometrmi? 40 metr deb qo'yaman. 40 metr sharqqa. Demek keyin so'ngra 10 metr shimolga. Sharqqa yurdik, shimol degan shoqarga qaray yurishimiz kerak-ku. Sharq, shimol. Shimol 10 metrga keldi, keyin bunga qarab 10 metr yurdik. Keyin ne oldu? Sonra 10 metr sharqqa. Jale 10 metr sharqqa. Sharq deymizmi? Jale 10 metr sharqqa. Endi futbolchi demek, futbolchilarni bilan aldib boradilar degan deydi. Sonra 47,5 metr janubga harakatlanadi. Janub tomonga emasmi? Hop, tomonga qarang. 47,5 metr janubga harakatlanadi. Demek, уже hareketlerini to'xtadi. Demek bizlar eng oxirga kelgan yerimizda, ya'ni bo'yimizda, endi yuqorimiz qisqaday bo'yimizda, shu o'zingizga qulaylik bo'lib x deb qo'ysangiz bo'ladi. Sonda mana yer boshlang'ich nuqatni oxir nuqataga bilasizlar. Tushundingmi? Demek o'sha yerda endi islekin zatimiz yurgan yo'limizda topishimiz kerak. Unda da shundaymi? Janub futbolchi ko'shini toping dedi. Harakatlangan janub futbolchining ko'shini toping. Ko'shuv. O'zi ko'shuvning teoriyasi qanday edi? Demek qanday edi? Boshlang'ich nuqat bilan oxirgi nuqatni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqqa ko'shuv deydi. Endi biz boshlang'ich nuqatni tutamiz. Boshlang'ich nuqatni oxirgi nuqat. Demek, shunday bo'ladimi? Mana yerimiz S. Mavzu so'roq. Demek, bu yerda topish uchun bizlar ne qilishimiz kerak? Bizler lekin mana yerda tutashtirishimiz kerak. Sonda hozir bizlarda ansat bo'lib qoladi. Pifagor bo'lib qoladi. Mana yerda tutashtirishsa, mana yer 10 metr. Sonda lekin mana yerimiz 90 gradus bo'lib, mana kvadratni, mana uzunlikning kvadratini, mana uzunlikning kvadratini qo'shtirsak, mana yerga chiqaman. S teng. Endi mana araliqning uzunligini topib olaylik. Mana araliqning uzunligi qancha bo'libdir? O общий aralığımız necha bo'libdir? 47,5 ta. Demek mana yerim necha? Mana yer necha bo'ladi? 10 bata. 10 bata. Demek mana yer 10 bo'ladigan bo'lsa, mana yer общий uzunlik 47,5 bo'ladigan bo'lsa, mana yer 37,5 chiqmaymi? Mana общий uzunlikdan, lekin mana yerni olib tasam 47 dan 10 olsam deganda, demek mana yerni qarang. Mana yerga ham 40 metr yurib, mana yoqqa 10. Sonda общий uzunlik mana yer 100 bo'ladi. Tushundingmi? Demek ko'rin ostida Pifagor bo'yicha 2 adetlerin kvadratlarını bozulur. Evet, o'zingiz aritmetika qilasizlar, aritmetikasi o'zingiz qo'yib beradi. 100 kvadrati plus 37,5 kvadrat. Demek, o'sha yerdan chiqqan san sizlarning ko'rishingizga bo'ladi. Javobni yozib qo'yasizlar. Keyingisi 16. Ne deymiz? 16 ni.
Demek 16-cı hesapta ne kılıydı? Turist горизонтка 30 burchak hosil qilgan qiyalikda 600 metr yo'l bosdi. Turistning vertikal yo'nalishda ko'rishini aniqladi. Demek turist deydi. Gorizontal. Горизонтка 30 burchak deb ataladi. Demek gorizontal tekstlik o'sha tekstlik bo'ladigan bo'lsa, o'siga necha gradus deydi? 30 gradus burchak hosil qilib 600 metr yo'l surdi deydi. Demek 600 metr o'sha desak, nima? Demek bu gorizontal bo'ladigan bo'lsa, masalan, qarasang shunday so'z qo'yaman. Nerga gorizontal deb yozib qo'ysangiz. Gorizontal. Mana aytayotgan men yuqori qaray harakatlanayotgan bu vertikal deb yozasiz, tushunaymi? Vertikal. Demek gorizontal vertikal deb olamiz. Demek turistning vertikal yo'nalishda ko'rishini toping. Vertikal yo'nalishda ko'rish degani nima? SY. SY qilishimiz kerak ekan hisobdan. Bo'lay 600 bo'lay 30. Sonda bizlarga mana yer SY deb beradi. Demek qanday turmush-tushunishlikning o'zining qoidalari bo'yicha qarshi chiqqan katetning gipotenuza qatnasi nisbati beradi. Sinus alfa. Demek SY teng S sinus 30 gradus. Demek sinus 30 gradusdan nechaga teng desa 1 bo'limga 2 deysiz. Sonda qancharoq qo'shgan bo'ladi? 300 metr aniqqa ko'chgani kelib chiqadi. Bu vertikal yo'nalishda 300 metrga ko'chdi. Vertikal yo'nalishda yuqoriga qaray. Demak, keyingi 20-chi hisobda ne bo'ldi? Havo shari yerdan 80 metr balandlikka vertikal ko'tarilgach, shamol uni g'arbga tomon muayyan masofaga eltadi. Agar havo shari ko'chishi 100 metr bo'lsa, uning o'tgan yo'lini toping. Demak, birinchi bizda yerda savol, yerda turibdi havo shari. Hop. Havo shari. Demak, bu ko'tarilgan yuqoriga qaray. Hop, bunday bo'ladi. 80 metr yuqoriga ko'tarilgan. Keyin shamolning tezligi bunga qarab turib, shamol uni o'sirib yurgan, o'sha yerga kelgan. O'shunday bakir. Demak, boshlang'ich nuqtatniki mana shu. Demak, biz boshlang'ich nuqtat ulkan yo'l belgilab olamiz dedi. Oxirgi nuqtatni kichkintoy bo'lib x qilib qo'yamiz. Demak, bizlar boshlang'ich nuqtatdan oxirgi nuqtat ekan bilamiz shuni. Nega? Biz boshlang'ich nuqtat naqtamon yerdan ekan bilmay qolamiz, so'ng shuni yerda ulkan yo'l belgilamiz kerak. Demak, bizlar aytib qo'ydik, boshlang'ich nuqtatdan oxirgi nuqtatga tutashtirish to'g'risida qo'shuv dedi. Endi aytib qo'ydi, agar havo sharining ko'chishi 100 metr bo'lsa, ko'shuvimizdagi yig'in tutastiradigan tursizlik bormi? Hop, tutastirdi. Masalan, demak, ko'shuvimiz nechaga teng degani 100. Demak, bizlardan yurgan yo'lni so'rayotgan bo'lsa, L deganda topishimiz uchun birinchi bizga qancha shamol uni qancha aralıqqa gorizontal yo'nalishda ko'chirgan. Ya'ni gorizontal bo'lay, hop, bo'lay qarab ketib turadi. O'sha yerda topishimiz kerak. Demak, bo'lay. Turmush-tushunishlik paydo bo'lib qoladi. Demak, o'sha yerda katetlarning kvadratlarning qo'shimchasi gipotenuzaning kvadratining qo'shimchasidan undan foydalanib, masalan, Pifagor deb aytiladi. Undan foydalanib naqd qilsangiz, qarang. 100 ning kvadrati demaymiz, nima? 1 nolni yo'qda bo'lib tursangiz, figurani 10 ning kvadrati 100, 8 ning kvadrati 64, 60 36, 36 dan 6 chiqadi. Сөйтіп bizne 1 nol kirib qo'yamiz. Ikki yoqda 1 nol yo'qda bo'lib turadi. Necha? 60, nima? 60. 6 chiqadi, 36 dan, demak, bizne 1 nol kirib ketdi. Sonda 80 ga boshqa yurgan yo'l. Yuqoriga 80 yurdi. Keyin 60 yurdi. Demak, o'xshash yurgan yo'li 140 bo'ladimi? Demak, 140 degan javobni variantda A degan joyi. Demak, kinematika bo'limini bir-birini o'xshamagan hisoblarni ko'rib berdim. Demak, qolganlarini keyingi saboqda ko'rishguncha. Keyingi saboqda izlaymiz.